Hammaga xayrli kun. Ismim Muminova Asal Muxtarovna. Ilm markazi onlayn maktabining asosiy rus tili ustozi bo'laman. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, bugun biz siz bilan darsimizda rus tilini o'rganayotgan insonlar eng ko'p qiladigan top 3 ta xatolikni birgalikda ko'rib chiqamiz va darsimiz mobaynida siz ham o'sha xatolarni qilayotgan bo'lsangiz, shularni birgalikda tahlil qilib, samarali ularga yechim ham beramiz. Va albatta bu darsimizni siz oxirgacha ko'ring, sababi darsning oxirida sizga realni natija beradigan amaliy 1-2 ta metodikalarni o'rgataman va xudo xohlasa siz ham chiroyli natijaga erishasiz va albatta xatolaringizni ustida ishlaysiz. Demak, siz darsimizga tayyor bo'lsangiz, biz darsligimizni boshladik. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, darsimizdan maksimal darajada foyda olish uchun har bir bergan metodikamni yoki qandaydir amaliy qo'llanmamni albatta siz ham amaliyotda qo'llab boring. Keling endi birinchi xatoga o'tamiz. Birinchi xatoimiz asosiy qilinadigan bu insonlar rus tilini endi o'rganishni boshlaganda grammatikaga chuqur kirib ketib, grammatikaga yopishib olishi. Ya'ni bu nima deb unga aynan grammatik qoidalar qidirib, shunga javoblar qidirishga harakat qilishi. Misol deylik, rodlar, padyejlar, skloneniyalarni birinchi o'rinda bu aslida nima ekanligini o'tirib olib yodlashi, qoidalar yodlashi va unga doimiy javob qidirishga harakat qilishidir. Xo'p, endi tasavvur qiling, siz mana shu qoidalarni hammasini mukammal yodlab oldingiz. Natijada bir oy o'qiysiz, 2 oy o'qiysiz, bo'ldi, endi praktikaga erishaman. Bugundan boshlab gapirib ketaman, shuncha qoidani o'zi o'rganib oldim deganingizda, siz bitta, ikkita gapni mustaqil tuzomiy ham qolasiz. Lekin qoidalarni mukammal 100% darajada bilib olasiz. Endi o'zi qandaydir tilni o'rganayotganda haddan ziyod grammatikaga chuqur berilib ketish kerak emas, hurmatli o'quvchilar. Ya'ni grammatikani amaliyot davomida asta-sekinlik bilan, ketma-ketlik bilan o'rganib borish kerak bo'ladi. Misol, tasavvur qiling, siz ya pashol iborasini o'tgan zamon grammatikasini o'rgandingiz deylik. Ya pashol bu o'tgan zamondagi fe'limiz hisoblanadi. Men bordim degan. Endi siz mana shu holatda ya pashol v kino, ya pashol v magazin, ya pashol домой deb sekin-sekin qisqa iboralarni qo'shib ketavering. Ya'ni siz o'tgan zamonni o'rgandingiz, qo'shimcha misol deylik, ya pashol v magazin, винительный падеж, домой, v kino hammasi винительный падежda turibdi. Sekin-sekin amaliyot davomida o'rganib borasiz. Faqatgina mana shu o'tirib olib toki винительный падежni o'rganganimdagina mana shu iboralarni qo'llashni boshlayman demang. Bo'ldi, bugun siz o'tgan zamonni o'rgandingizmi? Praktikangiz davomiga sekin-sekin qo'shimcha iboralarni qo'shib keting. Например, скажем, я пошел в университет, я пошел на работу deb doimiy praktika qiling. Endi bu holatda siz 80% praktika va o'sha 80% praktika qilayotganingizni ichida 20% grammatikani o'rganishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni grammatikani o'tirib olib, alohida yodlab, keyin mustaqil gap tuzib emas, bitta grammatikani o'rganganingizdan keyin har xil grammatik konstruksiyalar bilan qo'shimcha konstruksiya gaplar tuzib ketaverishingiz kerak bo'ladi. O'tgan zamonni o'rgandingizmi? Hali u pozitsiyalarni, u gaplarni tarjimasini bilasiz-u, lekin to'g'ri qandaydir konstruksiyaga, padejga qo'yilishini bilmasangiz ham qo'yib ketavering. Birinchi o'rinda tilingiz moslashadi. O'zingiz o'rganishni boshlaysiz. Ikkinchi o'rinda sizga bu maksimal darajada praktika beradi. Va albattaki o'sha mavzuga kelganingizda siz xatoingizni to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Lekin hali hech qachon qilib ko'rmagan narsangizda xatoni ustida siz hech qachon ishlay olmaysiz. O'shaning uchun hurmatli o'quvchilar, chuqur grammatikaga berilishni muhim bir anaqasi yo'q, foydasi yo'q. Faqat siz ortiqcha ma'lumot bilan miyangizni chalg'itasiz birinchidan, ikkinchidan amaliyot qolib ketadi. Eng muhimi bu amaliyot. Rus tilini o'rganish bir 100% jarayon bo'lsa, shundan har doim 80% bu amaliyot bo'lsin va faqatgina 20% praktika bo'lsin. Odamlar nima qiladi? Oldin 100% grammatikani o'rganaman deydi va undan keyin esa qachondir to'g'ri kelib qolsa, o'rganib bo'lganimdan keyin razgovor qilaman deydi. Bu eng katta xatolardan biri hisoblanadi.
Xo'p, hurmatli o'quvchilar, juda ham ko'p o'quvchilar, mana misol deylik, qayerdan materiallar olsam bo'ladi deydi, qayerdan sifatli o'zimni razgovorimga kerakli bo'ladigan ma'lumotlar olsam bo'ladi deydi. Aynan shunday holatlarda siz bemalol bizni Telegram kanalimizga ulanib olishingiz mumkin bo'ladi. Telegram kanalimiz havolasini va unga ulanib olishni biz mana shu video ostida silka qilib qoldiramiz. Bemalol ulanib olsangiz, u yerda kundalik eng kerakli bo'ladigan maslahatlar, testlar yoki bo'lmasa ma'lumotlar doimo tashlab boramiz va bemalol siz ulardan bepul foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Biz esa davom ettiramiz. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, eng asosiy qilinadigan ikkinchi xatoimiz bu rus tilini passiv o'rganish hisoblanadi. Juda ham ko'p insonlar men rus tilini o'rganish uchun hamma narsa qilib ko'rdim deyshadi va shunaqa qilishadi ham. Ya'ni rus tilini o'rganish uchun kitoblar o'qishadimi? Ha, o'qishadi, kinolar ko'rishadi, musiqalar eshitishadi, постоянный podkastlar eshitishadi, lekin razgovorga kelganda razgovor qilishmaydi. Savol nimaga? Va buni oqibatida eslab qoling, siz kitob o'qisangiz, podkast eshitsangiz, ashulalar eshitsangiz, faqat rus tilini tushunishni boshlaysiz, nutqini qabul qilishni boshlaysiz rus tilini. Lekin sizda razgovor uni eshitganingizdan, kitob o'qiganingizdan yoki bo'lmasam kino ko'rganingizdan o'zidan o'zi hech qachon chiqib qolmaydi. Va hurmatli o'quvchilar, til o'rganish ham xuddi sport kabi. Ya'ni agarda siz sportda iminni mashq qilmasangiz, o'zidan o'zi sizda mushaklar chiqib ketmaydi. Misol deylik, ko'plar trenirovkalarga borishadi, to'g'rimi? Va til o'rganishda ham xuddi shunaqa. Agar rus tili nutqingizni shakllantirmasangiz, so'zlarni ko'proq ishlatmasangiz, albatta u sizni qandaydir osmondan natijaga, razgovorga olib chiqib qo'ymaydi. Uning uchun doimiy mashq qilish kerak va praktika qilish kerak bo'ladi natijaga erishish uchun. Xo'p, shuning uchun hurmatli o'quvchilar, passiv o'rganishni o'zingizni odatiy bir o'rganish metodikasiga, o'rganish turiga kiritib oling. Ya'ni har doim so'zlarni 3-4 marotaba ovozingizni chiqazib o'qing va eshiting. Kino ko'rdingizmi, uni tahlil qiling ozgina rus tilida. Misol deylik, kinoda qanaqadir asosiy qahramon yoshi 14 yosh bo'ladigan bo'lsa, kinoni ko'rganingizdan keyin ему 14 лет deb aytib ko'ring. Yoki qanaqadir qahramonning ismi Natasha bo'ladigan bo'lsa, ее зовут Natasha deb doimiy praktika qiling. Kinoni birgina ko'rishni o'zi faqatgina tushunishga olib keladi, lekin razgovorga emas. Shuning uchun shunaqa qilib analiz qilib boravering. Misol deylik, qahramonlarning ustida qanaqadir kiyimlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha kiyimlarni razbor qiling. Он одет там, скажем, в белую блузку, черные джинсы и так далее. Yoki bo'lmasam, она сейчас очень спешит на работу. U hozir juda ham ishga shoshilyapti. Va shu kabi kinoni biladigan iboralaringizdan sekin-sekin boshlang. Misol deylik, qahramon yaxshi inson ekan demoqchi bo'lsangiz, главный герой хороший человек deb ovozingizni chiqazib tahlil qiling. Хороший человек so'zini siz albatta rus tilini o'rganishni boshlaganingizdan keyin bilishni ham boshlaysiz va oson iboralardan boshlang har doim. Endi telefonda doimo o'zingiz qanaqadir podkastlar yozing va ularni doim eshiting. Qanaqadir mavzu oling, rus tilida siz yaxshi yoritib bera oladigan, mening oilam, universitetim, kasbim va kasbingizga to'liq doir mavzuni yoki universitetingizni yoki oilangizni diktofonga yozib olingda uni tinmay eshitavering. Va o'sha holatda siz nafaqat eshitib qabul qilasiz, balki mana shu yerda xato qilibman deb xatolaringiz ustida ham ishlab keta olasiz. Va eng muhimi bu doimiy o'zingiz bilan monologlar tuzish. O'tirgan bo'lsangiz, hozir men o'tiribman, telefonda gaplashyapman va shunga o'xshagan o'zingizga hisobotlarni ham berib boravering. Va bularni hammasi hurmatli o'quvchilar og'zaki ovozni chiqazib qilinishi kerak bo'ladi. Xayolan aylantirilgan matn sizda ideal darajagacha o'xshab qoladi, lekin aslida gapirayotganingizda umuman boshqacha chiqadi. Поэтому ruslarda bir gap bor: язык как нож, если его не оттачивать, он может отупеть deydi. Ya'ni til xuddi pichoqqa o'xshaydi. Agar uni doimo o'tkirlab turmasa, u o'tmas bo'lib qoladi deyshadi. Поэтому doimo uni xuddi shunaqa attachivать qilib, ya'ni charxlab turish kerak hurmatli o'quvchilar. Va albatta til nomi bilan til unda ko'proq gapirish lozim. Va nihoyat
oxirgi 3-chi asosiy qilinadigan va eng muhim xatolardan biri hisoblanadigan bu tizimsizlik bilan o'rganish. Misol deylik, siz bugun rus tilini o'rganishga o'zingizga 2 soat vaqt sarflaysiz, lekin ertaga mutlaqo shug'ullanmaysiz. Yoki dushanba kuni o'tirib olib 5 soat haftalik checklist tuzasiz, yodlashingiz kerak bo'lgan so'zlarni chiroyli qilib yozib chiqasiz, bor motivatsiyangizni o'sha dushanba kuniga sarflab qo'yasiz-da, keyin hafta davomida hech nima qilmaysiz, keyingi haftadan boshlayman deysiz. Buni hammasi intizom va tizimsizlikdan kelib chiqadi. Ya'ni bor energiyangizni o'sha bir vaqtga sarflab qo'ygan bo'lasiz va dalcha xohisham, istagam energiya ham sizda mutlaqo qolmaydi. Va eslab qoling, bunaqa o'rganish hech qachon sizda natija bermaydi ham. Miya nimani talab qiladi? Miya doimiy birinchi o'rinda intizomni talab qiladi va ikkinchi o'rinda takrorlashni. Agar siz bir haftada bir marta qiladigan bo'lsangiz yoki 10 kunda bir marta qiladigan bo'lsangiz, u albatta sizga hech qanaqa natija olib kelmaydi, chunki sizni esingizda qolmaydi. Va miya o'zi refleks degan narsa bor. Odatiy doim qandaydir harakatlarni takrorlab tursagina eslab qola oladi. Aynan shuning uchun miyada o'sha refleksni yaratish uchun sizda intizom bo'lish kerak. Bir kunda 10 soat, ikkinchi kuni umuman shug'ullanib emas, hafta davomiga bo'lib vazifalarni, zadachalarni, so'zlarni doimiy ravishda praktika qilish, yodlash va o'rganish. Va bu xatoni to'g'rilash uchun nimalar qilish kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda o'zingizga aniq reja tuzib oling. Misol deylik, bugun men 15 daqiqa ichida mamuncha slovar yodlayman deysiz. Va 10 daqiqa bugun men polностью rus tilida razgovor qilaman va 5 daqiqani yangi mavzuni o'rganishga bag'ishlayman deb hattoki taymlarga bo'lib chiqsangiz ham bo'ladi. Ya'ni vaqtlarga bo'lib chiqib 15 daqiqani mamunga sarflayman, 10 daqiqani mamunga va 5 daqiqani mamunga deb o'zingizga aniq vaqt va deadline belgilang har doim, krayniy srokni. Agarda prosta o'tirib qoladigan bo'lsangiz, 2 soat vaqtingizni ham yo'qotib qo'yishingiz mumkin. 10 ta so'z yodlayman desangiz, 10 ta so'zni siz kun davomida hali vaqtim bor-ku deb yodlashingiz mumkin. Shunaqa qilmang, vaqtingiz bo'lmaydi keyin. Yoki bo'lmasam sizga qiyin, murakkab yoki bir kunning o'zida juda ko'p narsa qilib tashagandek tuyuladi. Unaqa qilmang. Siz har doim hamma narsani vaqtga bog'lab qo'ying. Va eng muhimi, haftani bir kunini doim takrorlashga ajrating. Mana misol deylik, siz 5 kun o'rganasizmi, 6 kun o'rganasizmi, bir haftada 3 kun o'rganasizmi? O'zi eng kami 3 kun, hurmatli o'quvchilar, kami undan juda ham kam cho'zilib ketadi. O'sha 3 kun o'rganasizmi, o'shani bir kuni обязательно o'rgangan bilimlaringizni takrorlashga sarflang va o'sha kuni yangi mavzu o'rganmang. Va albatta tizimni, intizomni va o'sha sizga turtki bo'lib turishi uchun rejalaringizni doim qog'ozgami, telefongami, nimagadir yozib qo'ying va belgilab ketavering. Nima qildingiz, nima qilmadingiz. Bu narsa har ochganingizda o'zingiz uchun eng katta turtki bo'lib turadi. Men shu narsalarni qilmabman hali ham degan narsa va esingizdan chiqib qolmaydi. Va xayolingizda yozib qo'yganingizdan keyin albatta bu narsani ushab yurasiz. Shuni yozib qo'yganman. Prosta xayolingizda o'tkazib qo'ysangiz, 10 ta yodlayman, 5 ta yodlayman desangiz, конечно, esingizdan chiqib ketadi u narsa. Va albatta mana shu 3-chi xatoni ham to'g'irlasangiz, sizni natijaga olib chiqish qadamingiz, yo'lingiz ancha tezlashadi. Agar siz rus tilini o'rganayotganda qiynalayotgan bo'lsangiz, intizom, tartib va o'zi umuman qaysidir mavzularni tushunmay qolayotgan bo'lsangiz va aynan sizga kafolatlangan natijaga olib chiquvchi metodika kerak bo'ladigan bo'lsa, Ilm markazi onlayn kurslarimizga bemalol yozishingiz mumkin. Bizda darsliklarimiz haftada 6 kun bo'lib o'tadi. Shuni 3 kuni aynan grammatik darslari va 3 kuni razgovor darslari. Grammatik darsliklarimiz sodda va oson metodika orqali o'rgatilgan va sizga birinchi xato aytgandim-ku, grammatikaga chuqur kirib ketish. O'sha narsa aynan bizda yo'q. Ya'ni biz qandaydir mavzuni tushuntiramiz va kichkinagina kino lavhalar asosida to'liq misollar bilan faqat mavzuni yoritib ketaveramiz. Endi razgovor darslarimizni esa professional C1 hamda C2 darajasidagi ustozlar olib borishadi va siz faqat amaliyot qilasiz. Bizni asosiy maqsadimiz bu sizni razgovoringizni yaxshilash va razgovoringizni natijaga olib chiqish hisoblanadi. Demak, grammatik darsliklarimiz ham razgovor konstruksiyalarini to'g'ri gapirish uchungina qaratilgan hisoblanadi. Va albatta sizga yordamchi ustozlar ham biriktiriladi. Yordamchi ustozlarimiz sizga aloqaga chiqib, rus tilidagi nutqingizni yaxshilash uchun yana alohida qo'shimcha mavzular bilan to'liq gaplashishadi. Va eng muhimi, bizda hurmatli o'quvchilar, natija 100% kafolatlangan.
Va albatta kursimiz haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun men sizga havola qoldiraman. Ushbu havola orqali ro'yxatdan o'tsangiz, menejerlarimiz o'zi sizga bog'lanishadi va hamma ma'lumotlarni berishadi. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, keling bitta xulosa qilib olamiz. Men sizga dars davomida 3 ta asosiy xatolarni aytib o'tdim. Birinchisi bu aynan faqatgina grammatikaga berilib qolish hisoblanadi. Ikkinchisi bu passiv o'rganish bilan o'zigina bilan cheklanib qolish, qo'shimcha manbalar bilangina faqat. Va uchinchisi bu albatta tizimsizlik hisoblanadi. Va eng muhim mana shu 3 ta omil siz rus tilini o'rganayotganingizda o'zingizni natijangizni orqaga tortish, noto'g'ri yo'ldan ketishga olib keladi. Va bu xatolarni to'liq bartaraf etadigan bo'lsangiz, albatta siz mustaqil o'rganayotganda tez natijaga erishishni boshlaysiz va o'zingiz o'sha qilayotgan mehnatlaringizni samarasini ham tez orada ko'rishni boshlaysiz. To'g'ri, hurmatli o'quvchilar, til o'rganish bu oson yo'l emas, lekin mana shu yo'lni to'g'ri bosib o'tsangiz, har bir qadamingiz sizga albatta natija olib keladi va albatta har bir qadamingiz natijaga yaqinlashtirish uchun vosita hisoblanadi. Agar siz noto'g'ri yo'ldan noto'g'ri qadamlar bilan ketadigan bo'lsangiz, albatta u sizni orqaga tortadi. Bu oson jarayon emas, uzoq davom etadigan jarayon hisoblanadi. Va hurmatli o'quvchilar, agarda bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, bizning sahifamizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zingizni xatolaringizni ustida ko'proq ishlang va xuddi shunday xatolarni sizni yaqinlaringiz qilayotgan bo'lsa, bu videoni ularga ham jo'natib qo'ying, hammaga manfaatli bo'ladi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha, всем пока-пока.